Bu videoda biz internetda tarqalgan eng qo'rqinchli top 5 ta videoni siz bilan birga ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Qani boshladik. Xo'p, jigarlarim, bizda top 5-video. Videoni ko'rishimizdan oldin ozgina tushuncha berib ketaman. Bu video Amerika Los Angeles shahrida bo'lgan. Qizcha o'z xonasida qo'g'irchoqlarini o'ynab o'tirgan bo'lgan va kameraga tushib qolgan. Endi davomini birga ko'ramiz. Boshladik. Qizcha xonasida o'tiribdi. Menimcha bu kichkina 360 gradusli kamerada tushgan menimcha. Xo'p, eshikni ochdi. Kim bor deyapti? Men o'yinchoq gapiryaptim. Xo'p, nimadir deb eshitish kerak. Qizcha eshikni ochdi borib. Nima qilyapti hozir? Nimadir bo'ladimi? Tezroq bizga ko'rsat. Xo'p, qizcha chiqib ketdi. Nimasi qo'rqinchli tushunmayapman men. O'rtoqlar, eshik yopilyapti. Bu videoni davomi bor. Intriga hali tushgani yo'q. O'rtoqlar, bu video hozir shunchaki tugadi, lekin ertasi kuni bu qizchani ota-onasi ko'rib, xonaga tekshirgani kirgan. Shu videoni men sizlar uchun topib qo'yganman. Faqat men boshqalarga o'xshab muncha like bo'lsa ko'rsataman demayman. Shart bermayman. Men sizlardan iltimos qilaman. Hoziroq jigarim bitta pauza bosib, bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Jigarim, bosdingizmi? Men sirazi ko'rsataman sizga. Bosdingizmi jigar? Addushi. Sizni yaxshi ko'raman. Endi ko'ramiz. Mana, o'sha ota-onasi farzandini videoga olib, tekshirib turganini o'sha ko'rsatyapti. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so. Can you tell mommy Bu what qizchani xonasimidi yo you said? ota-onasi o'zini xonasida olyaptimi hozir? There's someone underneath that. Nima deb o'ylaysiz, yozib oringlar? Yo, qizchani xonasi shunaqamidi? Closet door? Ha, shu menimcha. Qizchani qo'rqishini qaranglar, bechara qo'rqib qopti. Xo'p, eshikni ochyapti. Voy, qo'rqib ketdim. Uzr, qo'rqib ketdim. Qo'g'irchoq nima qilyapti bu yerda? Meniki. Tekshiryapti. Hozircha hech narsa yo'q. Hech narsa bo'lgani yo'q. Svetni o'chirdi. Hammasi yaxshi-ku, qizim deyapti. Everything's alright. Qizchani qaranglar, ko'zini bitta nuqtaga qarab turibdi, shkafda cheki. Turishini qaranglar buni. Qimirlayapti meniki. I'm scared. Jigarlar, Come on. qoch. Yugur. Cheryl's daughter seems scared as she Gap yo'q. says that she sees something just underneath the closet Hozir jigarlarim, pauza bo'l. inside, except for a kind of creepy mannequin Pauza bo'lmayapti. Hozir 1 minut. Endi to'g'ri tushunasiz, telefon falls over, breaking into oppolarimiz, biz ham 17 Pro Max'lar. daughter terrified, and they just get out of there. Bo'ldi, uddaladim. Jigarlarim, nima deb o'ylaysizlar sizlar bu video haqida? Men to'g'risi u meniki endi qimirlayapti, orqasida hech narsa yo'q-da, buni montaj desak ham hech narsa yo'q. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozinglar va bitta savolim bor sizlarga. Menda agar uyimda shunaqangi holat bo'lganda, sirazi ertangi kuni e'lon chiqardi, uyim sotiladi, arzon narxlarda olib qolinglar. Srochniy sotiladi. Pul kerak deb sotib yuborardim uyimni. Sizlar nima qilgan bo'lardinglar? Faqat to'g'risini yozinglar kommentariyaga. Biz esa top 4-video. Tayyormisiz? Qani, ketdi. Xo'p, jigarlarim, bizda top 4-video. Jigarlarim, videoni ko'ramiz. 30 sekund vaqtingizni olaman. Qaranglar. O'zi bunaqangi yo'nalishlarim sizga yoqyaptimi? Shunaqangi videolarga reaksiya qilishlarimiz sizga yoqyaptimi, yo'qmi? Buni faqat men qattan bila olaman.
kommentariyadan bilib olaman, o'z fikrlaringizni yozib qoldirsanglar, podpiska, like sonlaridan men bilib olaman. Men uchun sizlarning fikrlaringiz juda ham qiziq. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Ketsa 3 sekund like, podpiska bosishga ketadi, fikrlaringizni bildirishga 10 sekund vaqtlaringiz ketadi. Lekin bu keyinchalik meni kelajagim uchun juda ham muhim. Sizlarga zo'r kontent ko'rsatib bermoqchiman men o'zim. Meni rostdan niyatim jiddiy. Faqat sizlar uchun harakat qilyapman, sizlar ham meni podдержка qilinglar. Sizga ishondim. Fikrlaringizni bitta-bitta o'qib chiqaman. Top 4-video biz boshladik bo'lmasa. Small internet cafe in Marilao, Philippines. Xo'p, menimcha kompyuter xona bu. Jen drives over to the cafe to catch up on some important Xo'p, paperwork. qizcha keldi, menimcha dars qilgani keldi. Their cat Bulog to keep her company. What happens next is truly bizarre. Ko'ryapsizlarmi jigarlarim, men sizlarga iloji boricha realniroq videolar topyapman. Mana oddiy kamera, haqiqiy kameraga tushib qolgan videolar. Xo'p, dars qilgani tayyorlanyapti menimcha. Xo'p, nima bo'larkan? Klaviatura tushib ketdi. Yaqinroqdan ko'ringlar. Klaviatura yoki mishkami tushib ketdi pastga, unchalik e'tibor bermadim bunga. Hop. Turib ketyapti. Endi stul surildi. Klaviatura ham tushib ketdi. Qoch. 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 Ya sen ham borib tekshirasanmi? Bular nimaga o'tirar ekan shu yerda? Nimani kutar ekan? Kelib, qalaysan deyishini kutarmikan? Naushnik ham tushib ketdi yana. Yana nima kerak sen qotishing uchun? Endi ko'chaga chiqib oldi. Endi kimdir yordamga chaqiryapti. Yo'q, turish kerak-da bular. Bular turish kerak, nimadir kutib turish kerak. Kimdir arvohimi, ruhimi yo nimadir kelib turib, bu deyish kerak yoki qo'rqitish kerak, keyin ishonadi. Otib tasha hayvonlar degim kelyapti bor-ku. Otib tasha hayvonlar! Otlaring! Ket! Nima qilasan? Ha, mayli bo'pti. Top to'g'ri shunaqa video edi. Baxtlaynomi bizda top 3-video. Bu haqida ham fikrlaringizni yozib ketinglar. Ketdi. Xo'p, jigarlarim, bizda top 3-video. Ko'ramiz. Creepy. Hop, kamera xonada. James checks his camera footage. He is shocked. Qo'g'irchoqni stolga o'tkazib berishibdi. Menimcha eksperiment qilib ko'rishgan. Biz ham qilamiz. Hop, hozirchalik hech narsa bo'lgani yo'q. Surilyapti. Qo'g'irchoq surildi, ko'rdilar-a? Hop. Menimcha kamera buni sezmay qoldi. Haqiqatda eksperiment qilib ko'rishdimi ekan-a? Qo'g'irchoqni qo'yib qo'yib ketib qoldi. The camera moves around as if tracking movement somewhere in the empty Nima room. bo'lyapti hozir? Tushunmayapman. Nothing's moving. Then a small dark shape can be seen quickly moving across the floor in the hallway behind the doll. Kamera ko'rib James qolib sirazi explains that the qaytdi. camera only moves when it senses physical motion. So he has no idea why the camera would be moving when there's nothing there. Another night of filming. Qimilloshini qaranglar When buni. James checks his camera footage, Yo'q, qimillayapti. he Bu is qo'shni shocked. ko'rinyapti. Jigarlarim, nima deb o'ylaysizlar? Rostmi, yolg'onmi? Kommentariyaga yozinglarchi. Men o'zim fikrimni so'rasalar mendan nima desam bo'lar ekan? O'rtacha 50% ishondim. 50%. 100% ishonmaymiz, 50%. Jigarlarim, bitta yangiligim bor. Bu sizlarga bog'liq. Qaranglar, menga mana shu videodan 2000 ta like kelsa, xuddi shunaqangi reaksiya videomizga oldimizga 3 ta 4 ta qo'g'irchoqlarni qo'yib qo'yamiz. Shunaqangi qo'rqinchli qo'g'irchoqlar bo'ladi-ku, internetdan zakaz qilamiz. Qo'yib qo'yib, qorong'u atmosferada tunda siz bilan birga reaksiya qilamiz. Shu video chiqadi. Agar siz buni xohlasangiz. Buning uchun nima qilish kerak? Hoziroq
bitta like, bitta obuna bosib qo'yish kerak. Sizdan hech narsa ketmaydi. 3 sekund vaqtingiz ketadi. Bosing jigar, lekin keyingi video zo'r bo'ladi bu uchun. Va'da beraman. Sizlar ham menga ishonib bitta bosinglar hozir. Bosdingiz-a, ko'nglim sezdida. Sizlarni yaxshi ko'raman. Davom etamiz bo'lmasam. Bizda top 2-video. Ketdi. Jigarlarim va nihoyat top 2-video. Boshladik. Y nos dimos vuelta Hop, porque dijimos, mashinada entramos. Cuestión de que no hay nadie atrás nimadir nuestro. bo'lgan ko'rsatyapti uzoqdan. Y miramos dentro del auto y dijimos, ah, pues el auto. Odam o'tiribdi. Nechida? Qué mierda, Lo peor de todo es que no queremos salir. O sea, Ko'zini qaranglar buni. miedo. Nima bu? Puta madre. Lo peor de todo es que Qarab se turishini mueve qaranglar. adentro del auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. Bu qarayapti. Yashir, endi sekin qochyapti ko'rib qolib. Sekin pastga qarab egilib olyapti. Yana turib oldi. Boryapti tekshirgani. O sea, salimos rápido para que. Kamerani uzmasdan boryapti. E'tibor beringlar. Más, la piel de gallina, hermano. Qo'limda Piel de gallina. nima tuklarim turib ketdi deyapti. Cagazo. Hech kim yo'q mashinada. Nadie. E'tibor beringlar, kamerani kadrda uzmadi. Nadie. Chimolatib ketdi bor-ku. Mashinani bagaji yo'q, bagajga yashirinib olgan deb o'ylasaling. Ko'rinib turibdi bagaj yo'qligi. Nadie. It ham turibdi. Itlar ko'rib qolsam chingizga yardimga kelaveradida bor-ku. Deganlarim nima deb o'ylasizlar? Es un montón. Buni qaranglar. Realniy chiqdi men o'ylashim bo'yicha. Bilasizlar, men rostini gapiraman sizlar uchun. Men ishondim to'g'risi. Balkim yolg'ondir. Lekin kadrda uzmagani uchun ishondim. Sizlarchi nima uchun ishondinglar yoki ishonmadinglar? Bilasizlar? Kommentariy yozib qo'yinglar. Va nihoyat top 1-video. Ketdi bo'lmasam. Jigarlarim va nihoyat top 1-video. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, yuragimda sizlar addushi rahmat. Birgalikda ko'ramiz. Xo'p, qisqacha tushuntirib berib ketay. Bu video xuddi shu Amerikada bo'lgan, qaysidir shahrida, bu shahar haqida ma'lumot berishmadi. Uyda kameraga tushib qolgan bu video harakatlar. Birga ko'ramiz. With his dog. Xo'p, itga strelka qo'yapti. Nima uchun? It qotib qolganmi? Ko'rdilar-a, tennis to'pini shuni dumalatib yubordi. Kreslo surildi. It qo'rqib ketdi. Kreslo yurishini qaranglar. Itga rahmim keldi. Eshigi ham yopildi qo'shimchasiga. Sotda bu ruhda itda alami bor-da. Yuragini biron kasal-pasal qilmoqchi. Narsa ham tushib ketdi. Ikkinchisi ham tushdi. Objects have started being thrown Tennis toward the to'pi dog dumalayapti. and moving around it, as if the unseen Jigarlarim, entity is trying to scare the Atela bu dog. videoni oxiriga olib Troy keldi. says he is Haqiqiy still suffering from reallikka these o'xshagani frightening uchun. events to this day. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? To'g'risi, men nima desam bo'lar ekan sizlarga? Montajga ham o'xshatmadim, sun'iy intellektga ham o'xshatmadim. To'g'risi. Bu haqiqatan kameraga tushgan videolar. Adashmam ketyapman, ming bor uzr. Fikrlarini yozinglar. Men ishondim 100%. Agar siz nima deb o'ylaysiz? Shunaqa holat bo'lganda, sizlar o'zlaringiz ko'zlaringiz oldida shunaqa holat bo'lganda ishonarmidinglar yo'qmi? Kommentariyaga yozinglar. Bitta like, bitta obuna ham esdan chiqmasin. Keyingi video o'ylaymanki 2000 ta like bo'ladi va qo'g'irchoqlar bilan birgalikda reaksiya qilamiz. Juda zo'r kontent bo'ladi. Bu sizga bog'liq. Bitta like, bitta obuna.
Jigarlarim, keyingi video tez kunda chiqadi. Yana bir bor ko'rishguncha, xayr jigarlarim. O'sha gapim sizlarni yaxshi ko'raman. Har doimgidek tugatamiz. Rahmat.